Assalomu alaykum. Proktolog.uz kanalining doimiy obunachilari, bizni yangidan kuzatayotgan hurmatli kuzatuvchilar. Bugun juda bir aktual tema, aktual mavzu haqida gapirmoqchiman. Siz bu muammo bilan hayotingizda hech bo'lmaganda bir marta bo'lsa ham duch kelgansiz. Balki har kuni duch kelishingiz ham mumkindir. Bu demak ich qotish. Ya'ni rus tilida aytganda zapor deyiladi. Ich qotish muammosi. Ya'ni o'rtoqlar, bu ich qotish kasallik emas. Ya'ni aniq bir nozologik kasallik sifatida emas, bu ma'lum bir kasalliklarning simptomi. Tibbiyot tilida aytganda simptom deyiladi. Ma'lum bir kasalliklarning belgisi bo'lishi mumkin. Ich qotish o'zi nima? Bu yerda bir narsani farqli olishimiz kerak. Tushunib olishimiz kerak aniqrog'i. Bemorlarda bor ich qotish, bemorda bor ichning qattiq kelishi. Bu ikkovi ikki xil tushuncha. Bemorda har kun hojatga kirishi mumkin bemor, lekin ichi qattiq kelishi mumkin. Yoki bemor 3 kunda bir, 4 kunda bir, haftada bir marta hojatga kirishi mumkin, bemorning ichi yumshoq kelishi mumkin. Bu ikki xil narsa. Demak, ich qotish, ya'ni zapor bu nima degani? Ich qotish oddiy tushuncha aytganda, haftada 3 martadan kam defekatsiya qiladigan bemorlar, ya'ni defekatsiya degani hojatga kiradi. 3 martadan kam ichini bo'shatadigan bemorlarda surunkali ich qotish, ya'ni qabziyat muammosi bor deyiladi. Ya'ni ichning qattiq kelishi bu sizga ko'proq, masalan, deylik, ovqatlanishingizga bog'liq, ovqat tarkibida kletchatkalarning kamligiga bog'liq, balki gipodinamiyadir, ya'ni harakatning kamligi bo'lishi mumkin, yoki yoshga bog'liq bo'lgan holat bo'lishi mumkin va bu narsa ichning qotishi deyiladi. Ya'ni zapor emas, ich kelishning qiyinligi emas va tepada aytganimdek ich qotish bu boshqa muammo hisoblanadi. Bemor haftada 3 martadan kam katta hojatga kirib ichini keltiradigan bo'lsa, bu surunkali ich qotish yoki zapor deyiladi. Ich qotishga sabab bo'lgan muammolar juda va juda ko'p. Ya'ni bitta sabab bilan bemorning ichi qotib qolmaydi. Buning sabablarini soddaroq tilda tushuntirishga harakat qilaman. Ich qotishi bor bemorlarda nima holat kuzatiladi? Birinchi navbatda boya aytganimdek, hojatga haftada 3 martadan kam kirishi, defekatsiyani kam qilishi. Ikkinchisi, belgisi, bemor hojatga borganda orqaga nimadir to'siq bordek chiqarish qiyin bo'lgan holatda vujudga keladi. Uchinchisi, kuchanish. Bemor hojatga borib uzoq vaqt kuchanib o'tiradi, hojat qilish qiyin bo'ladi. Ba'zi bir hollarda bemorlar qo'li yordamida axlatni tushirishga harakat qiladi. Ya'ni qo'li bilan tushirmasa, hojat chiqara olmasdan qiynalib o'tiradi. 25% hollarda, ya'ni kam miqdorda bemorda ba'zan axlat qattiq holatda kelgan bo'lishi ham mumkin. Ya'ni bu hammada ham emas. Hamma ich qotadigan bemorda ham axlat qattiq kelavermaydi. Ya'ni kam hollarda, ya'ni 10 tadan deylik 4 tasida, 3 tasida bemorda ba'zan axlat qattiq kelishi mumkin. Aynan sizda mana shu holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, demak sizda ich qotish muammosi bor hisoblanadi. Ich qotish sabablarini ikki xil turga bo'lish mumkin. Birinchisi birlamchi, ikkinchisi ikkilamchi. Yoki birlamchi turi bu funksionalniy turi deyiladi. Bunga nima sabab bo'ladi? Funksionalniy turlariga bu ko'proq yo'g'on ichak doim harakat. Ya'ni axlatning shakllanib tashqariga chiqish uchun ichaklar, ya'ni ayniqsa yo'g'on ichak doim harakatda. U doim peristalkada, ya'ni harakatda bo'lib turadi. Aynan mana shu peristalka harakatining sustligi birinchi sabab, funksional sabab. Ikkinchisi ko'proq ayollarda va yosh kattalarda. Ya'ni yosh katta bo'lgan sari bari organizm to'qimalarida oldingidek o'zini funksiyasini bajara olmaydi. Shuning hisobiga bu ham borib peristalkani sustlashi, natijada bemorda surunkali ich qotish holati kuzatilishi mumkin. Uchinchi funksionalniy buzilish bu ichakning tasirlanish sindromi deyiladi, ISRK, yoki bunda gipomotor turlarida ichak funksiyasi pasayadi. Bu ham o'sha peristalkani sustlash hisobiga ich qotish vujudga kelishi mumkin. Ikkilamchi ich qotish, ya'ni bu organik turi hisoblanadi. Bunga nima sabab bo'ladi? Eng ko'p uchraydigan sabablari bu yo'g'on ichakning cho'zilishi yoki uzunlashishi kasalligi. Ya'ni ilmiy tilda aytganda dalixa sigma deyiladi. Dalixa sigma yoki megakolon va yoki ayollarda uchraydigan kasallik bor, rektatselya deyiladi. Bu kasallik hisobida bo'lgan bo'lishi mumkin. Ba'zan orqadagi strukturalar, ya'ni orqaning stenozi, chandiqli to'rash hisobiga ichning kelishi qiyinligi bo'lishi mumkin. Yoki bemorlarda gemoroy katta miqdorda orqani to'sib qolgan holatda bo'lishi mumkin. Yoki analniy treshina, ya'ni orqadagi yoriq va analniy treshina fonida orqadagi spazm, orqaning qisilib qolishi hisobiga ichning kelishi qiyin bo'lgan bo'lishi mumkin. Yoki bemorlarda nevrologik kasalliklar bo'lgan bo'lishi mumkin. Masalan, bemor o'tkazgan insult, bemor o'tkazgan orqa miya shikastlanishi, ishemiya kabi holatlarda ham ichning kelishi biroz qiyin bo'ladi.
Undan tashqari bemorlarda dori vositalarining tartibsiz iste'mol qilinishi, masalan opioidlarni ko'p miqdorda iste'mol qilish, temir, kalsiy preparatlarini ko'p miqdorda tartibsiz iste'mol qilish. Undan tashqari bemorlarda bo'lishi mumkin gormonalniy narushение, ya'ni misol uchun gipotireoz, buqoqning o'sha funksiyasining buzilishi va bemorlarda qandli diabet holatlari kuzatilgan bo'lishi mumkin. Dori vositalarini yana bir turi bor, neyroleptik trankvilizatorlar deyiladi. O'sha bemor ba'zi bir bemorlarimiz oramizda bordir, yaxshi uyqusi yaxshi emas yoki qanaqadir stressi bor yoki qanaqadir psixologik narusheniyasi bor, ular ham ko'proq neyroleptik trankvilizator, anksiolitik dorilarni ko'p miqdorda iste'mol qiladi. O'shanaqa bemorlarda ham surunkali ich qotish holati kuzatiladi. Undan tashqari bemorlarning qonida kalsiyning miqdorining oshib ketishi, giperkalsemiya deyiladi yoki bemorlarda kaliy miqdorining kamayib ketishi, gipokalemiya deyiladi. Aynan shu kasalliklar hisobida, demak, bemorlarda ich qotish vujudga kelishi mumkin. Ya'ni umumiy olganda, tushunarli tilda aytganda, hozir tepada sanab o'tgan har bitta kasallikda ich qotish vujudga kelishi mumkin. Shuning uchun ham ich qotish bu kasallik, nazardagi kasallik emas, bu ma'lum bir kasallikning belgisi, simptomi hisoblanadi. Sizda ich qotish bormi? Demak, ich qotishga sabab bo'ladigan organizmingizda nimadir kasallik bor. O'sha kasallik hisobiga sizda ich qotish vujudga kelyapti. Bu kasallik ichakka bog'liq bo'lishi mumkin, bu tepada sanab o'tib ketdim. Bu kasallik sizga nerv sistemasiga bog'liq bo'lishi mumkin. Bu kasallik siz ichayotgan dorilarga bog'liq bo'lishi mumkin. Bu kasallik sizda balki qoningizda qaysidir mikroelementlarning miqdorining ko'payib ketishi yoki tushib ketganiga bog'liq bo'lishi mumkin. Yoki bu kasallik sizga to'g'richak bilan bog'liq muammolar bo'lgan bo'lishi mumkin. To'g'richakdagi muammolar bu o'sha gemoroy, trishina, parapraktit, svish, orqadagi struktura torayishlar, orqadagi deylik to'g'richak o'smalari, poliplarning haddan ziyod kattalashib ketishi sababida ham kelib qolishi mumkin. Ich qotishni demak ikki xil turga ajratish mumkin. Bular o'tkir davri, bu surunkali davri. Agar ich qotish ketma-ket 3 oy davomida sizda kuzatiladigan bo'lsa, demak bu surunkali formasi hisoblanadi. Agar kasallik 3 oy ichida paydo bo'lib va o'sha orada yana yo'qolib ketadigan bo'lsa, demak bu o'tkir davr. O'tkir davrini davolash birmuncha oson. Ya'ni uni o'sha qanaqadir lichinasi, dorilar bilan, medikamentoz vositalar bilan davolab yuborish mumkin. Surunkali formasida tepada aytganimdek funksionalniy va organik o'zgarishlar bor. Agar sizda organik o'zgarish bilan ich qotish sabab bo'layotgan, ya'ni ichak masalan uzunlashib ketib qolgan bo'lsa, dalihasigma deyiladi yoki megakolon deyiladi. Yoki sizda deylik anorektalniy zonada problema bor, struktura bor yoki trishna hisobiga spazm berib qolgan yoki gemoroy juda haddan tashqari kattalashib ketib qolgan yoki rektatselli degan kasallik bor yoki tug'ma holatdagi kasallik bor, Girshpring kasalligi, ya'ni bu yerda gipoganglionarniy muammo, ya'ni nervlarning to'liq holatda rivojlanmasligi kabi organizmdagi ma'lum bir organning funksiyasini buzilishi bilan ketayotgan bo'lsa, bu muammoni endi dori bilan hal qilib bo'lmaydi. Bu muammoni faqat xirurgik usulda, jarrohlik usulida hal qilinadi. Sizda savol paydo bo'lishi mumkin. Menda bu organik turimi, funksional turimi yoki bu vaqtinchalikmi yoki surunkali formaga o'tib ketdimi? Buni qanday aniqlashtirish mumkin degan savol paydo bo'lishi mumkin. Buni aniqlashda albatta tekshiruv usullari bor. Birinchi navbatda bemor kelganda bemordan anamnez, ya'ni shikoyatlari eshitiladi, anamnez yig'iladi. Qachondan beri muammo, nimadan keyin boshlandi, nima dorilar qabul qilib yurasiz, vrachlarga ko'ringanmisiz, qanaqa lechinalar qilgansiz, ya'ni shu kabi savollar orqali bemorning shikoyati eshitiladi va kasallik tarixi yig'iladi. Bu birinchi eng muhim bo'lgan qismi. Ikkinchisi tekshiruv usullaridan bemorni barmoq yordamida to'g'richakni tekshirib ko'rish. Zarur bo'ladigan bo'lsa anaskopiya va rektoskopiya qilish. Ba'zi bir hollarda kolonoskopiya tekshiruvi ham qilish tavsiya beriladi. Agar bemorda surunkali va uzoq yillardan beri ich qotish muammosi bo'ladigan bo'lsa va ichning kelishi juda qiyin, masalan, haftada 2 marta yoki shunaqa bemorlar bor, oyda 1 marta hojat chiqqan bemorlar bor. Bunaqa bemorlarga demak kolonoskopiya tekshiruvi plus ergografiya yoki ergoskopiya degan tekshiruv bor. Ya'ni rentgen yordamida orqaga o'sha maxsus dori vositasi jo'natiladi va uni rentgen qilib ko'riladi, ichakning holatini ko'rish uchun. O'sha tekshiruvlar yordamida bemorga aniq diagnostika qo'yish mumkin. Ba'zan bu diagnostika tekshiruvlarda ham aniq ma'lumot olinmay qolsa, bemorda qon tahlillari tekshirib ko'riladi. Qondagi temir miqdori, kalsiy miqdori, kaliy miqdori yoki gormonalniy holatlari, ya'ni buqoq holati qanaqa, gipotireoz holatda emasmi yoki bemorda qandli diabet kasalligi rivojlanib qolmadimi? Bu kabi tekshiruvlarni o'tkazib, oxirida aniq xulosa va aniq tashxis qo'yish mumkin va kasallik topiladi. Shu kasallikni davolasak, ich qotish o'zimiz davolanib ketib qoladi. Ich qotishni o'ziga qarshi kurashish bu kasallikdan to'liq qutulish degani emas. Oddiy misol keltiraman. Uyingizda bir daraxt ekkansiz. Daraxt. Masalan, qo'shningiz bor, qo'shningizning devorining tagida sizning hududingizda bir daraxt ekilgan. Bu daraxt masalan yillar davomida o'sdi va uning shoxlari qo'shnining uyiga tushib qoldi. Qo'shningiz yaxshiroq xarakter emas, yomonroq. Aytdiki, faloncha dedi, daraxting uyimga tushyapti, bargi to'kilyapti, mevasi to'kilib hovlimni rasvo qilyapti, daraxtingni olib tasha deyapti.
Siz daraxt kesishga ko'zingiz qiymadida qo'shningiz tomonga o'tgan daraxt shoxlarini qirqib tashladingiz. Ma'lum bir vaqtgacha qo'shningiz tinch yuradi, chunki shoxlar qirqildi, uning hovlisiga hech narsa tushmayapti. Ma'lum bir vaqtdan keyin daraxtning shoxlari o'sadi va qo'shnining uyiga tushadi. Yana daraxtdan barglar, mevalar tushib, qo'shningizni demak e'tirozga sabab bo'lishi mumkin. Muammodan to'liq qutulish usuli nima? O'sha daraxtni tagi bilan qirqib tashlash. Daraxt tagi bilan qirqib tashlaysiz, qo'shningiz ham tinch, siz ham tinch. Tushunarli? Ya'ni ich qotish muammosi bu qo'shnining uyiga tushib turgan daraxt shoxlariga o'xshaydi. U daraxt shoxlarini qirqqaningiz bilan asosiy muammo, asosiy daraxt bu yoqda turibdi. Toki daraxtni tagi bilan qirqmagunizcha sizda ich qotish muammosi yo'qolib qolmaydi. Ich qotish muammosini sababini topish kerak, o'sha daraxtni topish kerak, ildizini topish kerak, o'sha yerdan topishimiz kerak. Faqat unga ichni keltiruvchi, ichni yumshatuvchi dorilar ichib yurganingiz bilan asosiy muammoni topmaguningizcha bu baribir sizni bezovta qilib boradi. Bu prosta hammamizga osonroq tushunish uchun bir o'xshatish qilindi. Shuning uchun do'stlar, agar sizda ich qotish muammosi bo'ladigan bo'lsa, albatta vrach qabuliga kelish kerak, vrachning ko'rigidan bo'lish kerak. Vrach sizga qilinadigan tekshiruvlardan, tavsiya berilgan tekshiruvlardan o'tishingiz kerak. Agar zarur bo'lganda qon tekshiruvlarini qilib ko'rib, shundan keyin kasallikning sababini topib va kasallikni yo'qotganimizdan keyin ich qotish ham o'zidan o'zi yo'qolib ketadi va tuzalib ketishingiz mumkin. Endi davolash haqida gaplashadigan bo'lsak, ich qotishni davolash haqida gapirish juda uzoq vaqt olishi mumkin. Sababki hozir tepada sanab o'tib ketgan ich qotishning bir dunyo muammolari bor. Bir dunyo muammolarning har bittasini yechimi har xil. Umumiy simptomga qarshi umumiy ichni keltiruvchi demak preparatlar, medikament, dorilarni vaqtinchalik tavsiya qilib turish mumkin. Bemor masalan, deylik, unda muammo organik turdagi muammo. Ichakning masalan uzunlashib ketishi bor. Bemorda dalixa sigma. Buni hech qachon dori bilan davolab bo'lmaydi. Buni faqat o'sha ichakning rezeksiyasi, ichakning ma'lum bir qismini olib tashlash va ichakni bir-biriga ulash anastomoz orqali va natijada bemorning ichini yaxshi keltirish holatiga olib kelishi mumkin. Bu muammoni faqat xirurgik usulda hal qilish mumkin. Dori bilan hal qilmaydi. Lekin bemor hali bu operatsiya tayyor emas. Masalan, deylik, hali mablag' yetarli emas yoki qaysidir boshqa joyda sog'lig'ida muammo bor yoki deylik oddiy ijtimoiy muammolar, to'yi bordir, ta'ziyasi bordir, boshqasi bordir. Bu shunaqa vaqtgacha bemorga medikament, lechina berib turiladi. Ya'ni dorilar yordamida ichini yumshoqroq, ichini har kuni keladigan holatga olib kelib turishimiz kerak. Medikamentoz lechinada amal qilish kerak bo'lgan tavsiyalar bor. Bu kunlik suv miqdorining 1,5-2 litr atrofida iste'mol qilish. Har kuni imkon qadar 1,5-2 litr miqdorda suyuqlik qabul qilib turish kerak. Bu xoh choy ko'rinishida, xoh oddiy suv ko'rinishida, bu sok ko'rinishida yoki boshqa ko'rinishda qabul qilish mumkin. Bu birinchi tavsiya. Ikkinchi tavsiya, bemorni dinamikasini, harakatini ko'paytirish kerak. Gipodinamika, kam harakat bo'lgan bemorlarda ham ichaklar dam olib yotaveradi. Ya'ni o'zining funksiyasini bajarmaydi. Peristaltika sus bo'ladi, shuni hisobiga ich qotib qolishi mumkin. Bemor kunlik ravishda kunida kamida 2-3 kilometr peshkom harakat qilish kerak, yurish kerak, ichaklarni ishlatish kerak. Bu ikkinchi tavsiya. Uchinchi tavsiya, bemor ovqatlanish ratsioniga e'tibor qaratish kerak. Ovqat tarkibida kletchatkaga boy mahsulotlarni ko'proq iste'mol qilish kerak. Umumiy olganda meva sabzavotlarning tarkibida kletchatka juda ko'p. Ya'ni ovqat ratsionida doim meva sabzavotlar har doim bo'lishi kerak. U xoh sok ko'rinishda, salat ko'rinishda, meva ko'rinishda farqi yo'q, kletchatkaga boy mahsulotlarni iste'mol qilib turish kerak. Yoki aptekalarda tayyor holda kletchatka sotiladi. Masalan, petsilum deydi yoki metil selluloza deydi. Tayyor holda sotiladi paketchada, uni har kuni o'sha bir stakan suvga aralashtirib ichib tursangiz ham bo'ladi. Agar kletchatkaga boy mahsulot iste'mol qilyapsiz, lekin shunda ham ichib kelish qiyin bo'layotgan bo'lsa, unda ichakni ishlatadigan, ya'ni axlatning yumshoqroq kelishi, peristaltikasini yaxshilaydigan dori vositalar berib turishimiz kerak. Ya'ni oddiy qilib aytganda, ich yumshatuvchi, ich suruvchi dori vositalar. Ich yumshatuvchi va ich suruvchi dori vositalarini pala-parcha qabul qilib bo'lmaydi, o'rtoqlar. Sababi ich yumshatuvchi dorilarni gruppalari bor, turlari bor-da. Ularning ta'siri bor, osmotik ta'sir qiladi, ichakning funksiyasiga ta'sir qilmaydi. Ichakning ichida o'zi ishlaydi dori. Ya'ni ichakka so'rilmaydi, u ichakning o'zida funksiya bajaradi. Yoki ich yumshatuvchi dorilarning turlari bor, bular ichakning bevosita nerv to'qimlariga, nervlarga ta'sir qiladi. Mana bu ikkinchi gruppa dorilarni uzoq vaqt qabul qilishingiz ichakni o'rgatadi, narkoma qilib qo'yadi. Ya'ni siz dorini ichmasangiz, ichingiz kelmaydigan holatga kelib qolishi mumkin. Shuning uchun pala-partish aptekadan borib yoki televizorda reklama qilayotgan qaysidir dorilarni ichingizni yumshatish uchun bo'lgan dorilarni doktor nazoratisiz, doktorning tavsiyasiz qabul qilmang. Siz uzoq vaqt ichib yurishingiz mumkin. Bir kun kelib dorini ichmasangiz bo'ldi, ichak uxlaydi. Ichakka dori bermasangiz, u o'zining funksiyasini bajarmaydi. Ich yumshatuvchi dorilarning osmotik ta'sir qiluvchi eng yaxshi gruppalari bu laktulozalar. Laktulozalar bular ichakka osmotik ta'sir qiladi. Ichakda o'sha axlatni bevosita osmotik bosim hosil qilish hisobiga pastga haydab beradi.
Agar shunda ham osmotik bosim hosil qiluvchi laktoza preparatlari sizga yordam bermayotgan bo'lsa, unda endi nervga ta'sir qiladigan, nervni stimulyatsiya beradigan tabletkalarni qabul qilish kerak. Ko'pchilik biladigan masalan Pikalaxlar, Gutalaxlar shunga o'xshagan bir qancha preparatlar bor. Bular ichakni bevosita nerv sistemasiga ta'sir qiladi. Lekin bu dorilarni uzoq vaqt qabul qilib bo'lmaydi. Tepada sanab o'tgandek, ichak o'rganadi, ichak narkomaga aylanadi. Ichakka dori bermasangiz, ichak o'zining funksiyasini bajarib qolmaydi. Yana bir guruhda dorilar bor. Agar problema anorektalniy zonada bo'ladigan bo'lsa, ya'ni orqa chiqaruv teshigida muammo bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerda torayich, o'sha yerda yopilib qolish, o'sha yerda spazm, o'sha yerda gemoriy hisobiga bekilib qolayotgan kasalliklar bo'layotgan bo'lsa, unda mikroklizmalar yoki shamchalardan foydalanish mumkin. Mikroklizmalar o'sha aptekalarda sotiladi. Mikroklizma kichkina yoki shamchalar ham ichki keltiruvchi shamchalar, masalan glitserinlar, shunga o'xshagan preparatlardan foydalangan holda ichni keltirish mumkin. Shu joyga bir narsani aytib o'tishim kerak. Ichni klizma qilish u sharoitda juda ehtiyotkor bo'lish kerak. Chunki ichak juda nozik organ hisoblanadi. Unga noto'g'ri o'sha klizmani applikator noto'g'ri tiqish, ichakni zararlab qo'yishi, yirtib qo'yishi mumkin. Oddiy men bir videoda aytdim, inson oddiy klizmadan o'lib ketishi ham mumkin. Shunaqa holat bo'lgan. U sharoitda yosh katta kampir o'ziga-o'zi klizma qilgan. Klizmani qanaqa qilgan? U sharoitda qarang. Vodoprovod suviga o'sha ichni klizma qilish uchun foydalanilgan shlangni applikatorga ulagan. Bemor o'ziga-o'zi klizma qilgan, suv kuchli napor kelish hisobiga orada ba'zan suv uzilib qolishi mumkin, masalan birdan bosim bilan kelish hisobiga to'g'ri ichakni yorib yuborgan. Yorib yuborgan, bemor bilmasdan yurgan, bir kun o'tgan, ertasi kun ahvol og'irlashgan. Bemorni olib kelganda ko'rdik, bemorda demak o'sha gryazniy peritonit, ya'ni axlat hisobiga qorin bo'shlig'i yiringlab ketib qolgan, bemor oxir oqibatda o'ldi. Ya'ni oddiy klizma bilan ham inson o'lib ketishi mumkin-da, ehtiyotsizlik, ya'ni shoshma-shosharlik yoki to'g'ri taktika qilmaslik hisobiga. Shuning uchun ham klizma qilganda ancha ehtiyot bo'lishimiz kerak. Demak, bu hozir tepada sanab o'tgan narsalarim, bu medikament usulida bemorning ichini ma'lum bir vaqtgacha yaxshi keltirish uchun qaratilgan chora-tadbirlar. Agar bemorda shu holatlardan keyin ham ichi yaxshi kelmaydigan bo'lsa va bemorda organik o'zgarish bergan bo'lsa, unda bemorni demak operativ usulda davolash kerak. Operativ usulda o'sha muammoga qarshi kurashish. Orqada muammo bo'ladigan bo'lsa, gemoriy bo'lsa oldirib tashlash kerak, struktura bo'lsa kengaytirish kerak, rektasilli bo'lsa rektasilli plastika qilishimiz kerak, trishna bo'lsa uni spazm yo'qotish uchun sfinkterotomiya qilishimiz kerak. Yoki bemorda organik muammo bo'ladigan bo'lsa, masalan, eng ko'p uchragan organik muammolardan biri dalixa segment, yo'g'on ichakning uzun bo'lib ketishi. Normada yo'g'on ichak 1,5 metr atrofida bo'ladi, normada. Yo'g'on ichakning uzunlashib ketib qolgan bemorlarda ichak endi 1,5 emas, 2 metr, 2,5 metr bo'lib ketib qoladi. Shunaqa vaqtlarda demak ortiqcha qism, o'sha 1,5 metrmi, 70 santimetrmi qism ichak olib tashlanadi. Operatsiyaning mohiyati shu, ya'ni ichak olib tashlanadi va bir-biriga anastomoz ulanadi. Natijada keyin bemorning ichi kelishi yaxshilangan holatga kelishi mumkin. Yoki undan tashqari ba'zan bemorlarda Girshprung kasalligi bor, bu aytdim tug'ma holatda bo'ladigan gipoganglionarniy problema. Bunda bemorning yo'g'on ichagi polniy olib tashlanadi va ingichka ichak olib borib to'g'ri ichakka ulab qo'yiladi, rektalniy anastomoz qo'yiladi. Yoki undan tashqari bemorda rak holatlari bo'lishi mumkin. Rakda ham ma'lum bir qismi, misol subtotalniy kolektomiya yoki totalniy kolektomiya kabi amaliyotlar o'tkazish hisobiga ichakni funksiyasi tiklanadi, ichak bemorning ichi kelishi yaxshilanadi. Yoki undan tashqari bemorda agar ichak bilan bog'liq hech qanday muammo topilmaydigan bo'lsa, unda boshqa joydan sahrni diabetni tekshirishimiz kerak, unga qarshi chora-tadbirlar. Bemorda buqoqqa bog'liq muammo bo'ladigan bo'lsa, buqoqqa qarshi dorilar berish kerak. Bemor agar ichayotgan tabletkalarni so'rab surishtirib, qaysi tabletkalari bu tepada ich qochishga sabab bo'lgan tabletkalar bo'ladigan ma'lum bir vaqtgacha cheklash kerak yoki dozasini tushirish kerak. Shu tartib bilan bemorni ich qotish muammosini hal qilish mumkin. Va yana bir narsa, bemorlarda ba'zan ko'p so'rab qolishi mumkin, balki aytmadingiz deb e'tiroz ham bildirib qolishlari ko'pchilik, o't qopida bog'liq muammolar ham ich qochishga sabab bo'ladi. Hamma ich qochish muammosini ko'pchilik o'timda bilinadi, o'timda muammo bor yoki o'timni oldirganman, o'timda tosh bor, ichim shu uchun qotadi deb faqat muammoni o't qopi bilan bog'lash ham to'g'ri emas. O't qopidagi muammolar ich qochishning bor yo'q 10% ni tashkil qiladi xolos. 10% ni tashkil qiladi. Qolgan 90% muammolar ichakka va boshqa organlarga bog'liq bo'lgan bo'lishi mumkin. Xo'p, endi oxirgi aytadiganimiz profilaktika. Profilaktika bu ya'ni ich qotirmaslik uchun nima qilish kerak? Ya'ni bu qanaqa qilib bu muammoga chalinib qolmaslik usuli. Siz hali sog'lomsiz, sizga hali bu muammo uchramagan va kelajakda bu muammoga uchrab qolmasligingiz uchun nima qilish kerak? Ya'ni profilaktikasi nimadan bo'ladi? Eng yaxshisi birinchi navbatda harakat. Ko'p harakat qilish kerak bemor gipodinamiyadan chiqish uchun. Ya'ni ko'proq peshkom yurish kerak, ko'proq mehnat bilan shug'ullanish kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi, ovqat ratsioni doimiy kletchatkaga boy mahsulotlar, meva, sabzavotlar, soklar har doim ovqat bilan birga qo'shib iste'mol qilish kerak. Uchinchisi, ko'proq suyuqlik iste'mol qilish kerak. To'rtinchisi va eng muhimi, bemor har kuni ertalab hojatga kirishni odat qilish kerak. Shu o'rinda bir narsa, sog'lom odamning belgilaridan biri har kuni ertalab bir mahal hojatga kirish.
ichning kelishi bu sog'lomlik belgisi. Demak, organizm yaxshi ishlayapti degan. Bitta yaxshi narsa bor, ya'ni miyani ichki keltirishga o'rgatish. Bemor ichi kelsa kelmasa hojatga kun davomida 2 marta, 3 marta kirish kerak. Katta hojatga. Kiring, o'tiring, 15 daqiqa kuting, ichingiz kelmasa, bo'ldi turib qaytib chiqib keting. 2 soat, 3 soatdan yana shu holatni takror qiling. Kiring, 15 daqiqa o'tiring, hojat kelsa kelmasa turib qaytib chiqing. Bu narsani takroriy ravishda bir kun, 2 kun, 3 kun, 1 hafta, 10 kun davomida qilib borishingiz natijasida miyada shunaqa signal ketadi. Bemor hojatga kirdi va ichni keltirish kerak degan signal paydo bo'ladi. Ong ostida shunaqa buyruq beriladi ichaklarga, ishlagin, peristaltikani kuchaytirgin, axlatni tashqariga haydagin degan buyruq paydo bo'ladi va ichaklar funksiyasi sekinlik bilan ishlashni boshlaydi. Chunki organizmni upravlit qiladigan, bizni boshqarib turadigan, ne только gapirishimiz, ko'rishimiz, nutqimiz, hamma narsani va shu qator ichaklarimizda ham boshqarib turadigan narsa albatta miyamiz. Miya signal bersa, miya buyruq bersa, ichak ishlab ketaveradi. Miyani ishlatish uchun bu aytgandek, har kuni hojatga 3-4 mahal kirib, hojat qilsangiz qilmasangiz, o'sha narsani organizmga adaptatsiya qilish kerak, o'rgatish kerak. Shu narsaga organizmning ko'nikmasini hosil qilish kerak. Demak, bu ich qotish haqida umumiy gapirmoqchi bo'lgan gaplarimiz. Ko'rib turibsizlar do'stlar, ich qotish juda aktual muammo, sabablari juda ko'p, davolash usullari juda har xil, dorilar juda ko'p va bu narsani yechimi ham juda turli xil. Agar sizda ich qotishga bog'liq muammolar bezda qolayotgan bo'lsa, albatta vrach-proktolog yoki koloproktolog vrachning qabuliga albatta bo'lishingiz kerak. Hech qachon zinhor o'zingizga o'zingiz lechena qilmang. Aptekaga kirib olib, menga ich yumshatuvchi dori ber deb har xil dorilarni ichib yurmang. Ba'zan shunaqa holatlar bo'ladi, bemor uzoq vaqtdan beri ich yumshatuvchi, ich haydovchi dorilarni qabul qilib yurgan. Endi unga o'sha organik turlardan, masalan, Dalixa Sigmada ichak rezeksiyasini qilib amaliyot o'tkazganimizdan keyin ham ichak ishlamay yotaveradi. Chunki u doriga o'rganib bo'ldi. Ichakning ma'lum bir qismini olib tashlab, kaltagina ichak qilib qo'ysangiz ham foydasi yo'q. Ichak doriga o'rganib bo'lgan, unga endi faqat dori berishingiz kerak. Eng yomoni bu dorilarni doimiy ravishda dozasini oshirib borishimiz kerak. Qisqa olganda ichakni narkoman qilib qo'yish mumkin. Shuning uchun do'stlar, o'zingiz samalechena bilan shug'ullanmasdan, albatta vrach, proktolog yoki koloproktolog qabuliga bo'lib, uni konsultatsiyasini olib, u bergan tavsiyalarga to'g'ri amal qilib, sog'lom hayotga, sog'lom turmush tarziga qaytishingiz mumkin. O'ylaymanki, ko'pchilikka foydali bo'ladi mavzu. Erinmasdan oxirigacha ko'rib chiqing. Agar mavzu tushunarsiz bo'lsa, yana boshqatdan qaytadan ko'rib chiqsangiz ham bo'ladi. Albatta, tepada sanab o'tib ketgan muammolar sizda kuzatilayotgan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz imkon qadar sizga yordam berishga, sizning muammongizni hal qilishga, muammongizning sababini topishga va uni to'g'ri yechim bilan hal qilishga harakat qilamiz, qo'limizdan kelgan qadar. Albatta do'stlar, sog'liqqa bee'tibor bo'lmang, sog'liqni qadrlashni bilish kerak. Doimiy har kunlik hojatga kirishingizni, ichingizning doim to'g'ri kelishini doim nazorat qiling. Chunki ichning har kuni kelishi, to'g'ri kelishi, bir mahal kelishi bu organizmning sog'lom ekanligidan dalolat. O'zingizni asrang, yaxshi kunlarda ko'rishguncha.